Azizlar, inson tanini sog'ligini yana bir jihati mana suhbatimizni avvalda aytib o'tdik, bu poklik. Pokiza odam sog'lom odam bo'ladi. Sog'likning bir talabi bu poklik bo'ladi. Mana musulmon odam qarang, 5 mahal namoz o'qiydi, tanini sog' olib yuradi. Tani sog', kiyimi sog', badani pok, kiyimi pok, tani pok, poklik bilan namozni ichidagi 6 ta shartdan 3 tasi, 6 ta farzi tashqarisida, 6 ta farzi ichkarisida. Ichkarisida, tashqarisida o'sha shartlardan 3 tasi poklik bilan. Badan pok bo'lish kerak, kiyim pok bo'lish kerak, joy pok bo'lish kerak ibodatda. Qarang, ibodat uchun ham poklik kerak, sog'lik uchun ham poklik kerak. Sog'lom turmush tarzi deganda shu birinchi o'rinda poklik. Avvalambor odam o'zini tanini pokiza saqlash, usti boshini pokiza saqlash. Eski kiyim ayb emas, kiyimiga qaramaslik ayb. O'ziga qaramaslik ayb. Jumaga kelasiz, sunnat, g'usl qilib kelishingiz. Xushbo'ylik sepib kelishingiz. Eng pokiza kiyimni kiyib kelishingiz sunnat. Ilgarigi ulug'lar juma uchun alohida bir liboslar qilib qo'yishgan. O'zini bir bayramona ko'rsatish uchun. Nima uchun? Ko'pchilikni ichida o'zingizni noxush hidingiz bilan odamlarga ozor bermaslik uchun. Mana dinimiz nima qanday poklikka buyuradi. Poklik dinning yarmi azizlar.